Bu ko'rinib turgan tomlaring qayerda deb o'ylayapsizlarmi? Bu Farg'ona viloyati Beshariq tumani. Aholi shunchalik zid joy. Biz o'zimiz ham bu yerga xizmatga kelganmiz. Bugun Xudo xolasa 2-kun ishimizni yakunlayapmiz. 1 soatlik ishimiz qoldi. Birinchi slogini kuyib bo'lganmiz. Bu tomoni mana ikkinchi slogi. Oldin bu domlarni sizlar ko'rib turgan domlar oddiy loydan qilingan ekan, usti sovuqni o'tkazish moyilligi yuqori deyapti. Hozir biz o'zimiz penadan kuyib beryapmiz. Buni tarkibida gipis, sement qo'shiladigan Xitoy parashogi bor. Qalinligi 6-7 sm. İşimizni yakunlab qoldik. Gipsimizni qattiqligiga javob beramiz, ishimiz sifatiga ham javob. Hozir texnozor akamiz keladi, bu yerda bitta nazoratdan o'tkazadi, tekshirishadi. Xudo xolasa bitta tomimiz yakunlandi. Keyingi tomimiz Xudo xolasa Namangan shahrini o'zidan chiqyapti shunaqa tomimiz. Bizga akalar xususiy bog'chalar, xususiy klinikalar ustiga asosan firmada ish ketyapti. Aholi bilan ham albatta ishimiz yaxshi. Kimni tomi yengil, issiqligi issiq qishda, yozgi kunida salqin qilmoqchi bo'lsanglar, pastda telefon nomerlarimizni qoldiramiz. Xizmatdamiz. Penalombas haqida qanday savollaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishlaring mumkin. Albatta qo'ldan kelgancha javob beramiz. Hammaga har doimgidek narxi qiziq, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Ob'yem katta bo'ladigan bo'lsa, 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha. Agar o'sha firmani o'zi yoki kranni o'zi olib chiqib beriladigan bo'lsa, uni alohida kelishamiz. Agar kranni o'zimiz olib keladigan bo'lsak, 40 ming so'mdan 45 ming so'mgacha. Qalinligi 8 sm, 10 sm bo'ladigan bo'lsa, 45 ming so'mdan 50 ming so'mgacha. Kimgadir shunaqa penalombas xizmatlari kerak bo'lsa, aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.